Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlarga nima qat'iyan taqiqlanadi? Qaysi harakatlar pensiyani to'xtatib qo'yishga, ortiqcha to'langan pullarni qaytarishga, hatto javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasidan foydalanayotgan yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p muammo yomon niyatdan emas, bilmaslikdan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda real hayotdagi misollar bilan qaysi ishlar mumkin emasligini, kim xavotir olishi kerakligini, kim esa bemalol bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizning pulingizni, pensiyangizni va asabingizni saqlab qolishi mumkin. Avvalo eng asosiy gapni aytaman. Pensionerga pensiya olish taqiqlanmagan, albatta. Pensioner qonuniy belgilangan pensiyasini o'z vaqtida olishi kerak. Lekin pensiyani olish jarayonida ayrim harakatlar bor. Ular qat'iyan taqiqlanadi. Masalan, noto'g'ri ma'lumot berish, hujjatlarni yashirish, vafot etgan odam nomidan pul olish, pensiya turiga ta'sir qiladigan o'zgarishni pensiya jamg'armasiga bildirmaslik, boshqa shaxsning kartasidan ruxsatsiz foydalanish. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha yolg'on ma'lumot taqdim etish. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi alohida idoralarga borib kelish orqali tekshirilardi. Biror odamning ishga kirgani, vafot etgani, nikoh holati o'zgargani yoki chet elga ketgani haqidagi ma'lumot hamma joyga darhol yetib bormasdi. Shu sababli ayrim holatlarda odamlar ortiqcha pensiya olib yurardi. Keyin esa bir necha oy yoki bir necha yil o'tib katta qarzdorlik chiqib qolardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Fuqarolik holati dalolatnomalari, bandlik va soliq ma'lumotlari, bank tizimi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya va boshqa bazalar bosqichma-bosqich bir-biriga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi hech kim bilmaydi deb o'ylash juda xavfli. Bugun bilinmasa, ertaga aniqlanishi mumkin. Aniqlanganda esa men bilmagan edim degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Men ko'p uchratadigan muammo shuki, pensioner yoki uning yaqinlari pensiya masalasini faqat pul tushdimi, tushmadimi deb tushunadi. Aslida pensiya bu faqat bank kartasiga keladigan pul emas, u huquqiy munosabat. Ya'ni siz davlatga to'g'ri ma'lumot berishingiz, o'zgarish bo'lsa xabar qilishingiz, qonuniy asos bo'lmasa pulni olmasligingiz kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi taqiqlangan holat. Vafot etgan pensioner nomidan pensiya olish. Bu eng og'ir va eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Masalan, ota 78 yoshda vafot etdi. Uning bank kartasi o'g'lida bo'lgan PIN kodini biladi. O'g'il baribir otamning puli edi. Dafn xarajatiga ishlataman deb keyingi oy ham kartadan pul yechib oldi. Mana shu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Pensioner vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pensiya qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Dafn puli, olinmay qolgan pensiya, meros bilan bog'liq alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin shunchaki kartadan pul yechib olish mumkin emas. Agar vafot etgan odam nomidan 2 oy, 6 oy pul yechilgan bo'lsa, keyin bu ma'lumot aniqlansa, ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, har oy 200 ming so'm pensiya tushib turgan bo'lsa, 5 oyda 6 million so'm bo'ladi. Ustiga bankdagi harakatlar, kim yechgani, qaysi bankomatdan yechgani ham ko'rinishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, yaqin inson vafot etsa, eng avvalo FDY orqali o'lim qayd etiladi, keyin pensiya organiga yoki tegishli xizmatga murojaat qilib qonuniy tartibni aniqlash kerak. Ikkinchi taqiqlangan holat, yolg'on hujjat yoki noto'g'ri ma'lumot asosida pensiya olish. Masalan, ish stajiga oid soxta ma'lumotnoma, ish haqi bo'yicha noto'g'ri ko'rsatkich. Aslida ishlamagan yillarni ishlagan qilib ko'rsatish, nogironlik holatini noto'g'ri rasmiylashtirishga urinish. Ba'zi odamlar falon arxivdan ma'lumotnoma topib beraman, staj qo'shib beraman, pensiyani oshirib beraman degan vositachilarga ishonadi. Men bunday holatlarda juda ogohlantiraman. Agar hujjat soxta bo'lsa, ertaga tekshiruvda birinchi bo'lib pensionerning o'zi qiynaladi. Men bilmaganman. Menga shunday qilib berishdi. Deyish ham muammoni darhol yopib qo'ymaydi. Misol keltiraman. Ayol kishining haqiqiy staji 22 yil, lekin unga kimdir yana 5 yil qo'shib ma'lumotnoma tayyorlab bergan. Natijada pensiya 300 ming so'mga ko'proq chiqdi.
3 yil davomida u har oy ortiqcha 300 ming so'mdan oldi. O'tdim 6 oyda bu 10 million 800 ming so'm bo'ladi. Tekshiruvda staj tasdiqlanmasa shu summa qaytarilishi mumkin. Bundan tashqari hujjatni kim tayyorlagani, kim foydalangani ham alohida ko'riladi. Shuning uchun pensiyam o'z chiqdi. Bir yo'lini topamiz degan yondashuv xavfli. 3-taqiqlangan holat. Pensiya turiga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirish. Hamma pensiyalar bir xil emas. Yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Ayrim to'lovlar shaxsning oilaviy holati, o'qishi, mehnatga layoqati, parvarishga muhtojligi, ish bilan bandligi kabi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar shu omillardan biri o'zgarsa, buni yashirish mumkin emas. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun to'lov olmoqda. Keyin u o'qishni tashladi yoki sirtqi ta'limga o'tdi yoki ishga kirib ketdi. Bunday holatda u yoki uning qonuniy vakili tegishli organga xabar berishi kerak. Agar xabar bermasa va pul tushishda davom etsa, keyin ortiqcha to'lov aniqlanadi. Odamlar ko'pincha pul tushyapti-ku, demak mumkin ekan deb o'ylaydi. Yo'q, pulning tushgani har doim ham huquq saqlanib qolganini anglatmaydi. Tizim kechikib ma'lumot olgan bo'lishi mumkin. 4-taqiqlangan holat. Boshqa odamning pensiya kartasidan o'zboshimchalik bilan foydalanish. Karta egasi tirik bo'lsa ham uning roziligisiz pensiya pulini yechish mumkin emas. Ba'zan farzandlar onam qarib qolgan, men yechib beraman deydi. Agar onaning roziligi bo'lsa, pulni uning ehtiyoji uchun ishlatsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar pensionerning o'zi puldan bexabar qolsa, farzandi kartani olib qo'yib, har oy pensiyasini o'ziga ishlatsa, bu jiddiy muammo. Pensioner qarindoshiga ishonib kartani bergan bo'lishi mumkin, lekin keyin dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun pul yetmay qoladi. Bunday holatda pensioner bankka, ichki ishlar organlariga, mahalla yoki ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman, bank kartangiz PIN kodini hech kimga yengilgina bermang. Agar farzandingiz yoki nabirangiz yordam berayotgan bo'lsa ham, tushgan pulni nazorat qiling. SMS xabarnomani o'zingizning telefoningizga ulang. Agar telefon ishlatmasangiz, ishonchli odam bilan birga bankka borib hisob harakatlarini tekshirtiring. Chunki karta sizning nomingizda bo'lsa, undagi harakatlar ham sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. 5-holat, bir vaqtning o'zida qonunga zid ravishda 2 xil to'lovni olishga urinish. Ayrim to'lovlar bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Masalan, odam bir turdagi pensiyani olayotgan bo'lsa, boshqa turdagi nafaqa yoki kompensatsiyaga huquqi yo'qligi mumkin. Bu masalada har doim aniq vaziyatga qaraladi. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Ba'zi to'lovlarni birga olish mumkin, ba'zilarini esa mumkin emas. Xavf nimada? Odam qo'shnim olarkan, men ham olaman deb hujjat topshiradi, lekin o'zining holatini to'liq aytmaydi. Natijada tizim bir muddat pul to'laydi. Keyin nomuvofiqlik chiqadi. Masalan, bir pensionerga parvarish puli, boshqa ijtimoiy yordam yoki imtiyozli to'lov tayinlanayotgan bo'lsa, u avvaldan olayotgan pensiyasi, ish joyi, daromadi, boshqa oilaviy to'lovlari haqida to'liq ma'lumot berish kerak. Aytsam bermay qo'yadi deb yashirish mumkin emas. Chunki yashirilgan ma'lumot keyin baribir chiqsa, to'lov to'xtaydi va ortiqcha summa qaytariladi. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda pensioner nomidan kartadan pul yechayotgan farzandlar va qarindoshlar. Ikkinchi, pensiya tayinlashda hujjatlari to'liq tekshirilmagan, tanish-bilish orqali rasmiylashtirgan odamlar. Uchinchi, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa shartli to'lov olayotganlar. To'rtinchi, yashash joyi, oilaviy holati, ishga joylashishi, o'qish holati o'zgargan, lekin bu haqda hech qayerga xabar bermaganlar. Beshinchi, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki boshqa davlatda yashab, O'zbekistondagi pensiya tartibini tekshirmaganlar. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiyangizni qonuniy staj va hujjatlar asosida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashiradigan holatingiz bo'lmasa, qo'rqishga asos yo'q. Ishlayotgan pensionerlar ham darhol vahimaga tushmasin. Ko'p holatlarda yoshga doir pensionerning ishlashi taqiqlanmaydi, lekin ishga kirganingiz ayrim qo'shimcha to'lovlarga, kompensatsiyalarga yoki boshqa ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun savol tug'ilsa, og'zaki gaplarga ishonmasdan rasmiy tartibda aniqlashtirish kerak. Birinchi, nozik jihat.
pensiya pulini oila a'zosi yechib berishi har doim ham jinoyat yoki qonunbuzarlik degani emas. Agar pensionerning o'zi rozi bo'lsa, masalan, yurishi qiyin, bankomatga bora olmaydi, o'g'li yoki qizi pulni yechib kelib unga topshiradi yoki uning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga ishlatadi, bu oddiy yordam bo'lishi mumkin. Lekin bu yordam shaffof bo'lishi kerak. Pensioner pul qancha tushganini bilsin, qancha yechilganini bilsin, nimaga sarflanganini bilsin. Yaxshisi imkon bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirish yoki bank orqali qonuniy vakillik tartibini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Vafot etgan pensionerning olinmay qolgan pensiyasi bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha ikki narsani aralashtirib yuboradi. Birinchisi, pensioner tirikligida hisoblangan, lekin olib ulgurmagan pul. Ikkinchisi, vafotidan keyin noto'g'ri tushgan pul. Bu ikkisi bir xil emas. Tirikligida hisoblangan, lekin olinmay qolgan summa bo'yicha oila a'zolari qonuniy tartibda murojaat qilishi mumkin. Lekin vafotidan keyingi davr uchun asossiz tushgan pulni shunchaki yechib olish mumkin emas. Shu sababli yaqin inson vafot etganda karta bilan hech qanday shoshilinch harakat qilmaslik kerak. Uchinchi nozik jihat. Menga bank xodimi aytmadi, mahalla aytmadi. Qo'shnim shunday dedi degan gaplar yetarli himoya bo'lmasligi mumkin. Pensiya masalasida eng ishonchli manba rasmiy idora, yozma javob, shaxsiy kabinetdagi ma'lumot yoki qonunchilikka asoslangan tushuntirishdir. Agar sizga telefon orqali kimdir pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni ayting tekshirib beramiz desa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Hech qachon karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'rab, pulingizni boshqa hisobga o'tkazishni talab qilmaydi. To'rtinchi nozik jihat chet elga chiqish masalasi. Chet elga vaqtincha borib kelgan pensioner darhol pensiyasidan ayriladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Lekin doimiy yashash uchun ketish, boshqa davlatda pensiya olish, yashash manzilining o'zgarishi kabi holatlar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Agar pensioner 2-3 oyga farzandining oldiga mehmon bo'lib ketgan bo'lsa, bu bir holat. Agar u butunlay boshqa davlatga ko'chib, shu yerda yashay boshlagan bo'lsa, bu boshqa holat. Shuning uchun uzoq muddatga ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiyam qanday tartibda to'lanadi, qanday hujjat kerak, qaysi muddatda xabar berishim kerak deb aniqlashtirish zarur. 5-nozik jihat, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida qayta ko'rik, tibbiy xulosa muddat masalasi. Agar nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar oldin berilgan-ku deb yuraveradi. Keyin to'lov to'xtab qoladi yoki hujjat kechiksa, orada uzilish bo'ladi. Aksincha, sog'lig'i bo'yicha holat o'zgargan bo'lsa, tibbiy komissiya xulosasi yangilansa, pensiya miqdori yoki huquqi ham o'zgarishi mumkin. Bu jarayonda yolg'on tibbiy ma'lumot berish, birovning hujjatidan foydalanish, pul evaziga xulosa chiqarishga urinish mutlaqo xavfli. 6-nozik jihat. Ishga kirgan pensioner. Men yana qaytaraman. Yoshga doir pensionerning ishlashi ko'p hollarda taqiqlanmaydi. Lekin ayrim imtiyoz, ustama yoki yordam ishlamaydigan pensioner degan shartga bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir qo'shimcha moddiy yordam olyapti, lekin rasmiy ishga kirganini yashiryapti. Soliq bazasida ish haqi ko'rinadi. Keyin esa savol tug'iladi, nega xabar berilmagan? Shuning uchun ishga kirganda o'zingiz olayotgan barcha to'lovlar ro'yxatini ko'rib chiqing. Qaysi biri pensiyaga ta'sir qilmaydi, qaysi biri ta'sir qiladi, aniqlab oling. 7-nozik jihat, ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi. Ba'zi pensionerlar xato ularning o'zidan o'tgan, nega men qaytaraman deydi. Ba'zan texnik xato, tizimda kechikish yoki ma'lumot almashinuvidagi uzilish sabab ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Lekin agar pul sizga qonuniy asos bo'lmasa tushgan bo'lsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Ayniqsa siz o'zgarishni bilib turib xabar bermagan bo'lsangiz, holat yanada og'irlashadi. Shu sababli hisobingizga odatdagidan ko'proq pul tushsa, darhol quvonib sarflab yubormang. Avval sababini aniqlang. Endi eng muhim qismiga o'taman. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, qo'shimcha kompensatsiyami? Har birining sharti boshqacha. Agar siz hujjatlaringizni ko'p yillar oldin rasmiylashtirgan bo'lsangiz va hozir nimalar asosida
pul olayotganingizni aniq bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi asosda tayinlangan, qanday qo'shimcha to'lovlar bor, qaysi holatlarda xabar berishim kerak deb so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi nusxasi, stajni tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish ma'lumotnomasi. Bank rekvizitlari kabi hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. Bu hujjatlar faqat pensiya tayinlashda emas, nizoli holatda ham kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, hayotingizda muhim o'zgarish bo'lsa, uni yashirmang. Ishga kirdingizmi? O'qish shakli o'zgardimi? Nogironlik muddati tugadimi? Boshqa manzilga ko'chdingizmi? Chet elga uzoq muddatga ketyapsizmi? Parvarish qilayotgan odam vafot etdimi? Pensionerning o'zi vafot etdimi? Bularning barchasi bo'yicha rasmiy tartibda xabar berish kerak bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasiga borib ariza yozish yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qilish. Arizada vaziyatni aniq yozing. Men falon sanadan ishga kirdim. Farzandim falon sanadan o'qishni to'xtatdi. Pensioner falon sanada vafot etdi. Men chet elga uzoq muddatga ketmoqchiman. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat yoki raqamni saqlab qo'ying. 4-qadam, bank kartasini himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib karta bilan birga saqlamang. SMS kodni hech kimga aytmang. Agar kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Agar farzandingiz sizga yordam berayotgan bo'lsa, yaxshisi bank hisobini birga tekshirib turing. Har oy qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, qayerga sarflandi, pensionerning o'zi bilish kerak. Agar pensiyaga yura olmasa, qonuniy ishonchnoma, vakillik yoki uyga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini bankdan so'rash kerak. 5-qadam. Vafot holatida to'g'ri harakat qiling. Yaqin inson vafot etsa, avvalo o'limni rasmiy qayd ettiring. Keyin uning pensiya kartasidan pul yechishga shoshilmang. Pensiya jamg'armasiga borib, olinmay qolgan pensiya, dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha tartibni so'rang. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda o'lim guvohnomasi, murojaat qiluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank rekvizitlari bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy bo'limdan aniqlang. 6-qadam, agar sizga ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi odamlar qo'rqib xatni yashiradi yoki bormay yuradi. Bu muammoni kattalashtiradi. Xatda ko'rsatilgan summani, davrini, sababini tekshiring. Agar rostdan ham ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, qaytarish tartibini so'rang. Ba'zan bo'lib to'lash imkoniyati muhokama qilinishi mumkin. Agar siz hisob-kitob noto'g'ri deb o'ylasangiz, yozma e'tiroz bering, hujjatlaringizni ilova qiling, qayta ko'rib chiqishni so'rang. Og'zaki tortishuvdan ko'ra yozma murojaat ancha kuchli. 7-qadam, vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, staj topib beraman, nogironlik chiqarib beraman, qarzingizni yopib beraman degan odamlarga pul bermang. Pensiya masalasi faqat qonuniy hujjat, rasmiy idora va aniq asos bilan hal bo'ladi. Agar kimdir sizdan oldindan pul so'rasa, karta ma'lumotlaringizni olsa, SMS kod so'rasa yoki hech kimga aytmang desa, bu juda katta xavf belgisi. 8-qadam, savolingiz bo'lsa rasmiy javob oling. Tuman pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy aloqa markazi orqali murojaat qiling. Murojaatda his tuyg'u bilan emas, faktlar bilan yozing. Ism, familiya, Sashir, pensiya turi, muammo sanasi, nima o'zgargan, nima so'rayotganingiz. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman. 2025 yil 1 martdan rasmiy ishga kirdim. Bu holat pensiyamga yoki qo'shimcha to'lovlarimga ta'sir qiladimi? Yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shunday murojaat keyin sizni himoya qiladi. Bugungi asosiy fikr shuki, pensionerga qonuniy pensiyasini olish taqiqlanmaydi, lekin pensiya bilan bog'liq yolg'on ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, vafot etgan odam nomidan pul olish, boshqa odamning kartasidan ruxsatsiz foydalanish va hujjatlarni soxtalashtirish qat'iyan taqiqlanadi. Hozir elektron tekshiruvlar kuchaygan. Shuning uchun har bir ma'lumot ertami kechmi aniqlanishi mumkin. Men sizdan so'rayman, pensiya masalasida hech qachon qo'shnim shunday qildi degan gapga ishonmang. O'zingizning holatingizni rasmiy tartibda tekshirtiring.
Agar shubhali pul tushsa, sababini aniqlang. Agar o'zgarish bo'lsa, xabar bering. Agar kartangizni kimdir ishlatayotgan bo'lsa, nazoratni qo'ldan bermang. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol yoki muammo bor? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani katta qarzdan, asabiylikdan va qonuniy muammolardan saqlab qolishi mumkin.